Qizlar, uyda o'tirgan ayol millioner bo'ldi desa, ishonasizmi? Yo'q, ishonmaysiz, to'g'rimi? Nima uchun? O'zingiz ishlab ko'rmaganingiz uchun ishonmaysiz. Agar siz uyda o'tirgan holatda katta pul topib, shunaqa millionercha bo'lasan desa, ishlarmidingiz? Albatta ishlaysiz. Men sizni o'z biznesimga taklif qilaman. 1 so'm hashlamasdan millioner bo'lib pul topishni o'rgataman. Bog'laning biznesini o'rgataman.